Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, har biringizning moliyaviy xavfsizligingizga bevosita ta'sir qiladigan. Hozirgi kunda butun mamlakat bo'ylab keng tarqalayotgan bir masala haqida suhbatlashmoqchiman. Hozirgi kunda butun dunyoda iqtisodiy vaziyat keskinlashgan. Ko'pchilik odamlar qo'shimcha daromad manbalarini qidirayotgan bir paytda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar только что solidная uplata от международных партнеров каждому яни. Hozirok xalqaro hamkorlardan har biriga katta to'lov degan sarlavhalar ostida tarqalayotgan xabarlar haqida gaplashamiz. Bu xabarlar ko'plab odamlarda katta umid uyg'otayotgani bilan birga juda ham xavfli tuzoqlarni yashirishi mumkin. Ushbu ma'lumot sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, moliyaviy mablag'laringizni himoya qilish uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Hech qanday keraksiz gaplarsiz to'g'ridan to'g'ri masalaning mohiyatiga o'tamiz. Agar siz ushbu videoni foydali deb hisoblasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni ulashishga yordam beradi. Masalaning mohiyati va uning o'zgarishi. Avvallari odamlar o'z moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun doimo mehnat qilishardi, o'qishardi, kasb-hunar o'rganishardi, yangi imkoniyatlar izlashardi. Moliyaviy barqarorlikka erishish ko'pchilik uchun uzoq va mashaqqatli yo'l bo'lib kelgan. Har bir so'm chaqa halol mehnat evaziga topilardi va uning qadri baland edi. Shuning uchun ham qandaydir tekin pul yoki oson daromad haqidagi xabarlarga aksariyat hollarda odamlar shubha bilan qarashardi. Tushda bergan oshning qaymog'i yo'q degan naql bejizga aytilmagan. Odamlar real ish, real loyihalar orqali o'z daromadlarini oshirishga intilishar edi. Hatto internet orqali daromad topish ham ma'lum bir ko'nikma, bilim va sarmoyani talab qilardi. Lekin hozirgi kunda vaziyat ancha o'zgardi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, ijtimoiy tarmoqlarning kengayishi bilan birga, afsuski axborot manipulyatsiyasi va firibgarlikning yangi turlari ham paydo bo'ldi. Ayniqsa, global pandemiya va keyingi iqtisodiy inqirozlar fonida ko'pchilikda moliyaviy qiyinchiliklar kuzatildi. Ana shu vaziyatdan foydalangan holda turli yovuz niyatli shaxslar va guruhlar odamlarning umidini suiiste'mol qilib, ular uchun oson daromad va'da qilishmoqda. Aynan shu yerda xalqaro hamkorlardan har biriga katta to'lov degan jozibali sarlavhalar paydo bo'ldi. Bu xabarlar asosan ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, shuningdek messenjerlar, WhatsApp, Telegram orqali juda tez tarqalmoqda. Bu xabarlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotidan yordam, Yevropa Ittifoqidan moliyaviy ko'mak, g'arbiy davlatlardan insonparvarlik yordami kabi iboralar ishlatilib, go'yoki har bir fuqaro hech qanday shartlarsiz katta miqdordagi pul mablag'ini olishi mumkinligi aytilmoqda. Ularning asosiy maqsadi sizning ishonchingizni qozonish va keyinchalik sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank kartangiz detallarini qo'lga kiritish yoki sizdan komissiya, so'lik degan bahonalar bilan kichik miqdordagi pul undirishdir. Bu esa so'ngida sizni nafaqat va'da qilingan puldan quruq qoldiradi, balki sizning mavjud moliyaviy mablag'laringizni ham yo'qotishingizga olib keladi. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Avvalo, shuni tushunishimiz kerakki, har qanday moliyaviy yordam yoki to'lov, ayniqsa xalqaro tashkilotlar yoki hukumatlar tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, u har doim o'zining aniq shartlari, mezonlari va rasmiy tartib-qoidalarga ega bo'ladi. Hech qachon har biriga degan tushuncha bilan hech qanday nazoratsiz, shart-sharoitsiz pul tarqatilmaydi. Bunday xabarlarning aksariyati firibgarlikdir. Xalqaro tashkilotlar, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti BMT yoki uning qo'shidagi agentliklar, UNICEF, UNDP, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi nufuzli institutlar o'z loyihalarini va yordam dasturlarini juda shaffof tarzda amalga oshiradi. Ular odatda davlat hukumatlari bilan hamkorlikda ishlaydi va o'z yordamlarini muayyan ijtimoiy guruhlarga, masalan, nogironlarga, kam ta'minlangan oilalarga, yosh onalarga, pandemiya qurbonlariga yoki tabiiy ofatlar jabrdiydalarga yo'naltiradi. Bu yordamlar hech qachon shaxsiy messenjerlar orqali, shubhali havolalar orqali tarqatilmaydi. Har doim rasmiy veb-saytlar, rasmiy e'lonlar, hukumat idoralarining rasmiy xabarnomalari orqali xabar beriladi. Kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo bu kabi xabarlarga ishonib, havolalar ustiga bosgan va o'z shaxsiy ma'lumotlarini, ism sharif, tug'ilgan sana, pasport seriya va raqami,
Ayniqsa bank kartasi ma'lumotlarini, karta raqami, amal qilish muddati, CVV, CVC kodlari. Onlayn bankingga kirish uchun login va parollarni kiritgan har bir kishi xavotir olishi kerak. Misol uchun, Murod ismli fuqaro Telegramda Xalqaro yordam nomli guruhga a'zo bo'ladi. Guruhda BMMTdan har bir fuqaroga $2000 to'lanmoqda. Bu yerga bosing va arizangizni to'ldiring degan yozuvli xabar paydo bo'ladi. Murod moliyaviy ahvoli qiyin bo'lgani sababli umid bilan havolaga bosadi. Ochilgan sahifada u o'zining pasport ma'lumotlarini, yashash manzilini, telefon raqamini kiritadi. Keyinroq undan pulni qaysi kartaga o'tkazishni so'rashadi. Murod o'zining bank kartasi raqamini, amal qilish muddatini va hatto kartaning orqa tomonidagi 3 xonali CVV kodini ham kiritadi. Oradan bir necha soat o'tgach, uning bank hisobidagi barcha pul mablag'lari taxminan 2 million so'm noma'lum yo'nalishga o'tkazib yuboriladi. Murod nafaqat va'da qilingan pulni ola olmaydi, balki o'zining bor pulidan ham mahrum bo'ladi. Bu holatda Murod o'z moliyaviy xavfsizligini jiddiy xavf ostiga qo'ygan. Yana bir misol, Gulnora ismli ayol. Unga WhatsApp orqali noma'lum raqamdan Yevropa ittifoqidan ijtimoiy ko'mak. Arizani tasdiqlash uchun 1000 so'm komissiya to'lang va 5000 so'm oling degan xabar keladi. Gulnora avvaliga ikkilanadi, lekin qo'shimcha pulga muhtojligi sababli 1000 so'm nima bo'pti agar 5 million olsa deb o'ylaydi. U ko'rsatilgan kartaga 1000 so'm o'tkazadi. Ammo pulni o'tkazgandan keyin u raqam bloklanadi va u na 5 million so'mni, na o'zining 1000 so'mini qaytarib oladi. Bu esa to'g'ridan to'g'ri moliyaviy yo'qotishdir. Bunday holatlar har kuni yuzlab, minglab odamlarning boshidan kechmoqda. Shuningdek, texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarimiz hamda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan. Tezroq oson pul topish ilinjida bo'lgan shaxslar ko'proq xavotirga tushishi kerak. Ular firibgarlarning asosiy nishoniga aylanishi mumkin, chunki ularning og'ir ahvoli va ishonuvchanligi firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Kim xavotir olmasligi kerak? Firibgarlik xabarlariga nisbatan doimo shubha bilan qaraydigan, har qanday shubhali havolarga kirmaydigan, o'z shaxsiy ma'lumotlarini tasdiqlanmagan manbalarga taqdim etmaydigan kishilar xavotir olmasligi kerak. Shuningdek, ma'lumotlarni doimo rasmiy manbalardan tekshiradigan, tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi degan tamoyilga amal qiladigan kishilar ham nisbatan xavfsizroq bo'ladi. Ular har qanday katta va'daga ehtiyotkorlik bilan yondashib, uning zamirida qanday xavf yotganini tahlil qila oladilar. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Albatta, haqiqiy xalqaro yordam dasturlari mavjud, ammo bu dasturlar yuqorida aytib o'tganimdek, juda aniq mezonlarga va shartlarga ega bo'ladi. Masalan, BMT qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi, UNICEF, Jahon oziq-ovqat dasturi kabi tashkilotlar qiyin vaziyatga tushib qolgan mamlakatlarga yoki fuqarolarga yordam beradi. Lekin bu yordam hech qachon har biriga taqsimlanmaydi. U aniq mezonlar asosida tanlangan. Eng muhtoj oilalarga, bolalarga, ayollarga, qochqinlarga yoki tabiiy ofatdan jabr ko'rgan hududlarga yo'naltiriladi. Yordam mablag'lari rasmiy kanallar orqali, ko'pincha bank o'tkazmalari yoki akkreditatsiyadan o'tgan gumanitar tashkilotlar orqali shaffof tizimlar asosida taqsimlanadi. Bu jarayon har doim davlat idoralari bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi va hech qachon sizdan komissiya yoki soliq talab qilmaydi. Aslida haqiqiy yordam oluvchilardan pul talab qilish xalqaro standartlarga mutlaqo ziddir. Tuzoqlar, pitfalls. 1. Emotsional manipulyatsiya. Firibgarlar ko'pincha odamlarning umidini, moliyaviy qiyinchiliklarni oson pul topish istagi suiiste'mol misol qilishadi. Ular hayotingizni o'zgartiring, boshqa bunday imkoniyat bo'lmaydi kabi jozibador so'zlar bilan odamlarni jalb qilishadi. Bu psixologik bosim ostida odamlar oqilona qaror qabul qilish qobiliyatini yo'qotishi mumkin. Masalan, yolg'iz ona bo'lgan bir ayolga bolalar uchun xalqaro yordam nomi ostida xabar keladi. Ayol bolasining kelajagi uchun o'zining so'nggi pullarini firibgarlarga berib yuborishi mumkin. 2. Shoshinchlik taktikasi faqat bugun. Muddati tugayapti. Ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermang kabi chaqiriqlar orqali firibgarlar sizga o'ylab ko'rishga vaqt qoldirmaydi. Sizni tezkor qaror qabul qilishga undaydi. Bu taktikalar odamning ratsional fikrlashiga to'sqinlik qilib, hissiyotlarga ta'sir o'tkazishga qaratilgan. 3. Murakkab soxta veb saytlar va ilovalar. Firibgarlar zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, rasmiy tashkilotlarning veb saytlariga juda o'xshash, ba'zida farqini ajratish qiyin bo'lgan soxta sahifalar yaratishadi. Bu
bu sahifalarda tashkilotlarning logotiplari, ularning ismlari va hattoki o'sha tashkilotlar haqidagi haqiqiy ma'lumotlar ham joylashishi mumkin. Ammo URL manziliga diqqat qilsangiz, u rasmiy manzilga mos kelmasligini ko'rasiz. Misol uchun, rasmiy sayt unichef.org bo'lsa, firibgarlar unichef.info yoki unichef.uzbekistan.net kabi manzil yaratishi mumkin. 4. İjtimoiy dalil yaratish. Firibgarlar ba'zan soxta sharhlar, soxta minnatdorlik xatlari yoki hattoki soxta video murojaatlar orqali o'z sxemalarining ishonchli ekanligini ko'rsatishga harakat qilishadi. Ular ba'zan sizning do'stlaringiz yoki tanishlaringizdan kimdir ularning yolg'oniga ishonib, o'z ma'lumotlarini kiritgan bo'lsa, sizga ham ulashishni iltimos qilishadi. Natijada sizning ishonchingizdagi odamlar orqali ham bu firibgarlik kengayib boradi. 5. Katta miqdordagi pulni olish uchun kichik komissiya. Bu eng keng tarqalgan firibgarlik turlaridan biridir. Sizga millionlab pul va'da qilinadi, lekin uni olish uchun bank xizmati, soliq, hujjatlarni rasmiylashtirish to'lovi kabi bahonalar bilan kichik miqdordagi, masalan, 1000 so'm, 1000 so'm pul to'lashni so'rashadi. Odamlar katta pul uchun kichik pulni ayash kerak emas deb o'ylab to'lovni amalga oshirishadi. Ammo bu to'lovdan so'ng firibgarlar g'oyib bo'ladi va siz na katta va'da qilingan pulni, na to'lagan kichik summani qaytarib ola olmaysiz. 6. Dastur o'rnatish yoki fayl yuklab olish. Ba'zan sizdan arizani to'ldirish yoki pulni olish uchun maxsus dastur yoki fayl, masalan APK fayl o'rnatishni so'rashadi. Bu dastur yoki fayl aslida sizning telefoningiz yoki kompyuteringizga zararli virus, malware o'rnatishi, shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi yoki hatto qurilmangiz ustidan to'liq nazoratni qo'lga kiritishi mumkin. Noaniq jihatlar. Garchi siz darhol pul yo'qotmasangiz ham, firibgarlarga shaxsiy ma'lumotlaringizni taqdim etish uzoq muddatli salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, sizning pasport ma'lumotlaringizdan foydalanib, sizning nomingizdan noqonuniy kreditlar rasmiylashtirilishi mumkin. Yoki sizning telefon raqamingiz va elektron pochta manzilingiz spam xabarlar va kelajakdagi firibgarlik urinishlari uchun ma'lumotlar bazasiga tushib qolishi mumkin. Ba'zida firibgarlar o'z sxemalarida mavjud, hatto hurmatga sazovor xalqaro tashkilotlarning nomlaridan foydalanishadi. Bu esa ularning yolg'oniga ishonishni yanada osonlashtiradi. Shu sababli har doim juda ehtiyot bo'lish va har bir ma'lumotni chuqur tekshirish zarur. Amaliy maslahatlar, nimalar qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni qanday himoya qilish kerakligi haqida aniq va amaliy ko'rsatmalar. 1. Shubhali havolarga mutlaqo bosmang. Agar sizga kutilmagan SMS, elektron pochta yoki ijtimoiy tarmoqlarda katta to'lov, bepul pul yoki xalqaro yordam haqida xabar kelsa, u yerda joylashgan hech qanday havolaga bosmang. Firibgarlar ko'pincha bu havolalar orqali sizni soxta veb saytlarga yo'naltiradi. U yerda sizning ma'lumotlaringizni o'g'irlash yoki qurilmangizga zararli dastur o'rnatishga urinadi. Hatto agar xabar sizga tanish bo'lgan kishidan kelgan bo'lsa ham, uning akkaunti buzilgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda xabarni jo'natgan kishi bilan boshqa kanal, masalan, telefon orqali qo'ng'iroq orqali bog'lanib, xabarning haqiqiy yoki soxta ekanligini tasdiqlab oling. 2. Shaxsiy moliyaviy ma'lumotlarni mutlaqo ulashmang. Hech qanday sharoitda bank kartangiz raqamini, amal qilish muddatini, orqa tomondagi 3 xonali CVV kodini, bank hisob raqamingizni, onlayn bankingizga kirish uchun login va parollarni, shuningdek plastik kartangizga keladigan bir martalik tasdiqlash kodlarini begona shaxslarga yoki tasdiqlanmagan veb saytlarga bermang. Banklar va rasmiy tashkilotlar hech qachon sizdan kabi ma'lumotlarni telefon orqali yoki shubhali havolar orqali so'ramaydi. Agar sizga bank nomidan qo'ng'iroq qilib, ushbu ma'lumotlarni so'rashsa, darhol suhbatni to'xtating va bankning rasmiy ishonch telefoni orqali bog'laning. O't ma'lumotlarni rasmiy manbalardan tekshiring. Agar siz xalqaro yordam dasturlari yoki to'lovlar haqida eshitsangiz, bu ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi hukumatı, masalan, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi ning rasmiy veb saytlaridan yoki xabarda nomi tilga olingan xalqaro tashkilotning, masalan, BMT, UNICEF, UNDP rasmiy saytidan tekshirib ko'ring. Google qidiruv tizimida rasmiy veb sayt so'z bilan qidirib, to'g'ri manzilga kirganingizga ishonch hosil qiling. Rasmiy yangiliklar agentliklari, masalan, O'zA, Kunuz, Daryo bu kabi yordamlar haqida ishonchli ma'lumotlarni e'lon qiladi. Agar rasmiy manbalarda hech qanday ma'lumot topilmasa, demak bu yolg'on xabardir.
4. Shubhali xabarlarni tegishli organlarga xabar beriling. Agar siz firibgarlik alomatlarini ko'rsatadigan xabar yoki postga duch kelsangiz, uni darhol banklarning firibgarlikka qarshi kurash bo'limlariga yoki O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining kiberxavfsizlik markaziga, masalan, Cyber.uz sayti orqali xabar bering. Ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali sahifalarni report, shikoyat tugmasi orqali shikoyat qiling. Bu boshqa odamlarning firibgarlar qarmog'iga tushishini oldini olishga yordam beradi. 5. Oilangiz va do'stlaringizni xabardor qiling. Ayniqsa, keksa yoshdagi qarindoshlaringiz va texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmagan yaqinlaringizga bu turdagi firibgarliklar haqida tushuntiring. Ularga hech qanday shubhali havolaga kirmaslikni va o'z ma'lumotlarini hech kimga bermaslikni o'rgating. Ulardan har qanday shubhali xabarni avval siz bilan maslahatlashishni so'rang. Bu ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda juda muhim. 6. Kuchli, noyob parollardan va 2 faktorli autentifikatsiyadan foydalaning. Barcha onlayn akkauntlaringiz, bank, ijtimoiy tarmoqlar. Elektron pochta uchun murakkab va har birida takrorlanmaydigan parollardan foydalaning. Iloji bo'lsa, 2 faktorli autentifikatsiya, telefoningizga keladigan kod orqali kirish funksiyasini yo'qib qo'ying. Bu sizning akkauntlaringiz xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi. 7. Antivirus dasturidan foydalaning. Kompyuteringiz va smartfoningizga ishonchli antivirus dasturlarini o'rnatib, ularni muntazam ravishda yangilab turing. Bu zararli dasturlardan himoyalanishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, bugungi kunda firibgarlik sxemalari tobora murakkablashib bormoqda va ularning qurboni bo'lmaslik uchun doimo hushyor bo'lishimiz shart. Tez va oson boy bo'lish haqidagi har qanday va'da, har qanday katta to'lov haqidagi xabar doimo shubhali bo'lishi kerak. Moliyaviy xavfsizligingiz bu sizning shaxsiy javobgarligingiz. Har qanday ma'lumotni rasmiy manbalardan tekshirish, shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish va doimo ehtiyotkor bo'lish bu sizni firibgarlardan himoya qilishning eng samarali yo'llaridir. Sizning moliyaviy osoyishtaligingiz biz uchun juda muhim. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va ushbu turdagi firibgarliklar haqidagi savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Izohlarda bir-birimizga yordam berib, birgalikda firibgarlikka qarshi kurashishimiz mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.